Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan kontent formatlari haqida gaplashamiz. O'zi format nima deydigan bo'lsak, format bu siz yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotni bir necha yo'llar bilan tushuntirish. Misol tariqasida, mana siz do'stingizning uyiga bormoqchisiz va uni yo'liga borish uchun, ya'ni uni uyiga borish uchun 2-3 xil yo'llar bo'ladi. Siz ulardan o'zingizga eng qulayini tanlaysiz. Aynan shu format turi deyiladi. Va siz blog boshlayotganingizda o'zingizga mos kontent formatini tanlashingiz kerak. Xo'p, qanday kontent formatlari bor? Bizda mediada asosan 10 xil format bor. Maslahatim, bu formatlarni hammasini o'zingizda sinab ko'ring. Ba'zi formatlar sizga yoqmagani bilan auditoriyaga to'g'ri kelishi mumkin va bu ko'p ko'rishlar sonini oladi. Buni natijasida siz o'zingizning maqsadingizga tezroq erishasiz. Xo'p, endi kontent formatlariga o'tsak. Bizda birinchi format intervyu formati. Bu yerda siz xuddi podkast bo'layotgandek gapirishingiz mumkin. Misol uchun kim bilandir suhbatlashayotganda video olib qo'yiladi. Siz kimgadir gapirib berishingiz mumkin yoki kimgadir gapirib berayotgandek o'zingizni tutishingiz mumkin. Keling, bularga tushunarliroq bo'lishi uchun misol ko'rib ketamiz. Biznesda birinchi o'rinda nima turishi kerak? Mani tushuncham bo'yicha mijoz roziligi turishi kerak. Ya'ni sizning mahsulotingiz yoki xizmatingiz mijozlarga shunaqa foydali bo'lishi kerak, ularning og'rig'ini to'liq yopib berish kerak va mijozlar bundan to'liq rozi bo'lishi kerak. Biznesda menimcha eng birinchi o'rinda mana shu turadi. Sotuvimizda ikkita narsa turibdi. Ikki xil instrument bor. Aytaylik, bitta instrument bor, klassik, hamma biladigan, hamma qiladigan va oson instrument. Bitta instrument bor, bu qiyinroq, uzoqroq muddatda natija beradi va uzoqroq muddatda lekin katta natija beradi. Nima qiyin tanlaydi. Xo'p, agar tushunarli bo'lgan bo'lsa, biz ikkinchi formatga o'tamiz. Endi ikkinchi format bu tepa-pas formati. Bu yerda tepadagi holatga pastda izoh berib o'tish. Kelinglar tushunarli bo'lishi uchun bitta misol ko'rib o'tamiz. Mana bu kadr kino tarixidagi eng esda qoladigan vaziyat bo'lgan. Ssenariy bo'yicha Joker prosta detonator knopkasini bosganida klinika portlash kerak edi. Lekin texnik nosozlik bilan portlash o'xshamay qolgan. Aktyor Heath Ledger shotda deb obrazdan chiqmagan holda knopkani psixlarcha bosishda davom etadi. Shunda kechki bo'lsa ham detonator oxiri portlaydi. Shu yerdagi Joker harakatlari to'liq improvizatsiyada bo'lgan. Mabodo obrazdan chiqib qolganidami, yana bitta klinikani sotib olib, buni portlatishga to'g'ri kelgan bo'lardi. Mana bu yerda hozir tepadagi holatga izoh berilyapti pastda. Xo'p, yana bitta misol, o'zingizning sohangizga yoki til o'rgatadigan bo'lsangiz, aynan tilshunoslik yoki shunaqa video formatiga to'g'rilab ketishingiz mumkin. Bunga ham bitta misol ko'rib o'tamiz. Pashshadan fil yasama, не делай из мухи слона. Devorning ham qulog'i bor. У стен есть уши. Aql yoshda emas, boshda. Ум не в возрасте, а в голове. Tepada o'zbekcha aytildi va pastda ruschaga izoh berib o'tildi, ya'ni tushuntirib berildi. Xo'p, agar tushunarli bo'lgan bo'lsa, biz 3-formatga o'tamiz. 3-format bu to'g'ridan to'g'ri formati. Bu yerda siz zritelga, ya'ni tomoshabinga to'g'ridan to'g'ri gapirib boshlaysiz. Keling, bu uchun misol ko'rib o'tamiz. Слышишь? Звуки птиц и речки. Я добавил их на монтаже для реалистичности. Без них ощущается неестественность. Это называется фоновый шум. Еще один пример. Я сижу в кафешке, слышно людей, музыку. Очень приятная атмосфера. Но стоит мне все это убрать, видео сразу кажется неестественным, что вызывает дискомфорт. Nega bu video bunaqa olingan? Agar men hozir xonamda o'tirib gapirganimda zerikarli bo'lib qolardi. Bu esa boshqa videolardan ajralib turadi va odamlarning e'tiborini tortadi. E'tiborni gap bilan ham tortish mumkin. Masalan, mana bu videomga o'xshab. Xo'p, aynan shu yerda bitta narsani eslatib o'tishim kerak. To'g'ridan to'g'ri deganda faqatgina mana bu kamera turganda tekis gapirish emas. Shunchaki siz zritelga, ya'ni tomoshabinga savol berib yoki aynan tomoshabinga murojaat qilsangiz, bu to'g'ridan to'g'ri formatga kiradi. Aynan kamera to'g'ri qo'yiladimi, past qo'yiladimi, tepa qo'yiladimi, farqi yo'q. Agar tushunarli bo'lgan bo'lsa, biz 4-formatga o'tamiz. 4-format bu bizda dialog formati. Dialog formatida bu ikki inson suhbatlashayotgani qo'yiladi. Bu yerda intervyu formatida, ya'ni podkast formatidan farqi nima? Podkast formatida asosan bitta inson gapiradi. Bu yerda esa ikkita insonni orada bo'layotgan suhbati qo'yib beriladi. Misol tariqasida yaxshiroq tushunib olishimiz mumkin. Qara, bor yo'g'i 4 xil kontent turi bor. Qo'ysangchi, ishonmayman. Unda eshit. Birinchisi axvatli, oson ko'rishlar oladi, lekin deyarli obunachi olib kelmaydi. Ikkinchi? Ikkinchisi ekspertli, to'pga chiqishi qiyin, lekin sifatli obunachilar olib keladi. Davom qilchi.
Uchinchisi shaxsiy. Insonlar bilan seni munosabatingni yaqin qiladi va davomiy ko'rishni ta'minlaydi. Menimcha shuni boshlayapman. Shunaqa. To'rtinchisi bu sotuvchi, eng muhimi. Bu insonlar bilan seni mahsulot xizmatingni sotishga yordam beradi. Hammasini tushundim, lekin qanday qilib 1 million prosmotr va obunachilik ko'paytirish mumkin? Buni keyingi Reels'da ko'rib chiqamiz. Yurtchi Jamshid, bugun o'zim senga oshga eriyman. Pogнали, брат. Сегодня плов за мой счет. Qara, choyxonani atmosferasi zo'r ekan. О, смотрите, какая красивая атмосфера в Чихане. Xo'sh, Jamshid, nima yeymiz? Ну что, брат, что будем кушать? Agar videoni ko'rgan bo'lsangiz, ikkita insonning suhbati rus tilida tushuntirib berilyapti. Aynan shu dialog formatiga kiradi. Xo'p, agar bu tushunarli bo'lgan bo'lsa, biz 5-formatga o'tamiz. 5-format bu bizda so'rovnoma. Ya'ni siz ko'chada randomli insondan savol berib, intervyu olishingiz mumkin. Kelinglar bunga misol ko'rib chiqamiz. Bitta savol bersam maylimi? Mayli. Kechki tunlarda sen mening issiq shamolim bo'lasan iborasini tarjima qilib ko'rasizmi? Juda murakkab ekan u tarjima qilmam. Ishda qo'lsatasiz bermaydi. Shu gapni ingliz tilida aytib olsangiz 100 ming so'm yutib olasiz. O'zi ingliz tilini endi boshladingda. Xo'p, hozir ko'rganingizdek, ko'chada randomli insonlarga borib savol berildi, ulardan intervyu olindi. Aynan shu intervyu, ya'ni so'rovnoma formati. Aynan shu format 2023-yil trend bo'lgandi. Agar tushunarli bo'lgan bo'lsa, biz keyingi formatga o'tamiz. Bizda 6-format bu bezlitso, ya'ni yuzsiz formati. Bu yerda asosiy rolni inson emas, balki tekst yoki qanaqadir rasm o'ynashi mumkin. Buni ba'zilar axvatniy video deb ham atashadi. Bu video asosan bizda ko'p prosmotr oladi, lekin kam obunachi olib keladi. Misol ko'rib chiqsak bo'ladi. Hozir ko'rgan misolingizda 3 million 400 prosmotr olgan video va adashmasam 200 ta obunachi olib kelgan. Aynan axvatniy videolarda, ya'ni bezlitso formatida obunachilar konversiyasi taxminan 0.1% bo'ladi. Bu degani, agarda bezlitso videosi, ya'ni axvatniy videosi 1 million prosmotr olsa, undan 100 ta, 200 ta obunachi keladi. Lekin ba'zida omad kelib, yaxshiroq obunachi ham kelish mumkin. Xuddi ushbu videomiz kabi. Bu misolni ham ko'rishingiz mumkin. Agar ushbu formatimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, biz keyingi formatga o'tamiz. Bizda 7-format, ya'ni keyingi format ovozdagi, ya'ni azochka formati. Bu yerda videoda gapirilmaydi, videoda shunchaki harakatlar qilinadi va shu harakatlarga mos ovozlashtiriladi. Keling bularga tushunarli bo'lishi uchun misol ko'rib chiqamiz. Как подобрать музыку для твоих видео? Фанк цепляет внимание и придает динамики. Когда-то именно этот жанр принес мне 7 миллионов просмотров. Джаз делает видео уютным и убирает эффект навязывания. Такая музыка никогда не напрягает зрителя. Трендовая музыка сделает из твоего видео полное говно. Никогда его не используй. Bu yerda bitta lifehack. Qachondir sizni syomkangiz bo'lganda, shunchaki gapirmasdan, oddiy reaksiya qilib video olib keting. Chunki menda ba'zida bo'ladi, shunchaki reaksiya qilib ketaman yoki shunchaki kameraga qarayman, nimadir qilaman va qanaqadir ide kelib qolganda, shunchaki shu videolarning hammasini bitta joyga jamlab, azochka qilib yuboraman. Xuddi ushbu video kabi. Qanday qilib Instagramda topga chiqish mumkin? Meni 90% videolarim rekda yuradi. Buni qanday qilish bo'yicha bepul dars tayyorladim. Dars orqali topga chiquvchi videoga to'g'ri ssenariy yozish sirini bilib olasiz. Videoni bepul olish uchun plyus qoldiring. Aynan shu yerda Jasur aka shunaqa qilganlar. Videolar shunchaki qachondir syomka bo'lgan paytida ovozsiz format uchun video olib ketganlar va idea kelganda shunchaki ovozlashtirib yuborilgan. Xo'p, agar tushunarli bo'lgan bo'lsa, biz keyingi formatga o'tamiz. Xo'p, bizda 8-format. Ssenka formati. Buni o'zbekchasi sahna bo'ladi. Bu yerda tushunishingiz uchun qandaydir harakat qilinadi va shu harakat davomida shunchaki zritelga, ya'ni tomoshabinga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotni aytib o'tadi. Bunga misol tariqasida bu videolarni ko'rishingiz mumkin. Инстаграмная служба безопасности, эксперт Парил Исмаилов. Контент-план, пожалуйста. Нету. Как нет? Справку об анализе аудитории предъявите? Тоже нет. Не понял. А ну дыхни. Muzlatgich tozaladingmi o'zi? Maqsadga o't. Rus tilida sut achib qoldi deb qanaqa qilib aytamiz? Молоко прокисло. Lo'tlarni qanaqa qilib to'g'ri ishlatish bilmoqchi bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Bitta lo'tni hech qachon hamma kadrga ham ishlatmang. Chunki u hamma kadrga ham tushmasligi mumkin. Lo'tni to'g'ri tanlaganingizdan so'ng esa uni balanslarini to'g'ri qilishingiz kerak bo'ladi.
Agarda sizga ushbu videoda qo'llanilgan lootlar qiziq bo'lsa, kommentariyga loot deb yozib qoldiring, men sizga tashlab beraman. E'tibor bergan bo'lsangiz, bu yerda zritelga to'g'ridan-to'g'ri gapirilmadi. Shunchaki qanaqadir ish jarayonida qilib ketildi, qanaqadir o'g'irlikmi, mashina o'g'irligimi va aynan shu yerda lootlar haqida, ya'ni ranglar haqida tushuntirib gapirib berilib ketildi. Xo'p, agar tushunarli bo'lgan bo'lsa, biz 9-formatga o'tamiz. 9-format bizda obraz formati. Ya'ni videoga tushayotgan inson qaysidir mashhur obrazda chiqishi mumkin, qaysidir kinoda yoki qaysidir mashhur insonni yuzida. Bunga misol tariqasida ushbu videolarni ko'rishingiz mumkin. Baxt o'zi nimada? Bank o'marishdami? Yangi do'stlar orttirishdami? Yo'q. Baxt bugun nafas olishimizda. Baxt boshqalarga yordam berishimizda. Baxt o'zimiz yoqtirgan ishni qilishimizda. Bu mening uchun baxt. Siz uchun baxt nima? Agar ushbu videoni ko'rgan bo'lsangiz, Jasurga aynan professorni obrazida chiqqan. Aynan shu bizda obraz formati deyiladi. Xo'p, bizda oxirgi format 10-format, ya'ni POV formati. Bu yerda videoga olayotgan insonni, ya'ni video xuddi inson ko'zidan olinayotganga o'xshaydi. Qanaqa ochkida yoki telefonda. Xo'p, bularga misol. Excuse me. You look cute. Would you like to go to the cinema with me? Yeah, sure, but I don't have money. Oh, no, it's okay, yeah. So you will pay? No, I will go alone now. Hey, excuse me? Yeah. Hey, my homie right here, he thinks you're cute, but he doesn't speak English. Oh, okay. Yeah. Wait, I'm gonna ask him what he wanted to tell you real quick. Okay. Fuck. Sorry. Oh shit. Xo'p, agar tepadagi formatlar tushunarli bo'lgan bo'lsa, xursandmiz. Siz hozir mediadagi eng asosiy formatlarni ko'rib chiqdingiz va aynan shu yerda hozir sizga bitta maslahat berib o'tishim kerak. Siz aynan 2-3 ta formatni bitta videoda qilishingiz mumkin. Keling, bunga oldin misol ko'rib chiqamiz va u videoni birgalikda razbor qilamiz. Если бы я потерял все свои деньги и хотел бы с нуля выйти на 300 тысяч рублей, используя только свой телефон, то вот что я бы сделал. Я бы зашел в свой список контактов и нашел бы 10 людей, кто продает свои услуги. Например, фитнес-тренер, дизайнер интерьера, психолог или бьюти-мастер. Из 10 знакомых я выбрал бы одного, кого в сторис смотрит 300-400 человек. Ну, такого микроблогера. Я бы договорился с ним, что мы сделаем ему инфопродукт, сделаем продажу через инсту и возьму за это 30% комиссии. Инфо чё? Ну, курс типа. А чтобы были продажи, я упакую его профиль, сниму 10 качественных залетных рилсов, буду ввести оттуда людей на продающее видео лид-магнит и приправлю это в конце прогревом в сторис и продажами в директе. Если сделать все правильно, то покупают 5% от охватов. Из 400 охватов получается 20 продаж по 50 тысяч рублей равно миллион, из которых мои 300 тысяч. А мы точно сделаем 20 продаж? Да, точно. У меня жена запустила клуб по здоровью, сделала больше 1000 продаж с одного анонса. А ученик формулы запуска Саша сделал запуск по фитнесу на 12 миллионов. Это и называется продюсер запуска. То, что помогло мне стать миллионером в 21. А если ты хочешь разобраться в этом с нуля и уже летом сделать свой первый запуск как продюсер, то приходи на мой бесплатный курс, который я сейчас провожу. Кстати, я делаю это раз в год. Пиши слово «курс». Aynan ushbu videoda 4 ta format ishlatilgan. Keling bularni ko'rib chiqamiz. Birinchi format bu to'g'ridan-to'g'ri, agar ko'rgan bo'lsangiz, to'g'ridan-to'g'ri gapirdilar. Xo'p, undan keyin dialog formati. Ya'ni fitness trener bilan suhbatlashdilar. Misol uchun Cho'zinsta shunaqa suhbat bo'ldi. Va video boshida va video o'rtasida ovoz tagi formati ketdi. Undan keyin ssenka, ya'ni sahna formati ishladi. Aynan shu tariqada bitta videoda 2-3 xil formatlarni ishlatib video olsangiz, anchagina qiziqarliroq bo'ladi. Va hozir siz o'zingizni formatingizni topmagunizcha hamma formatlarda video olib ko'ring. Aynan shundan keyin siz o'zingizga mos kontent formatini topasiz. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'ling. Bundan ham foydaliroq videoni shu YouTube kanalda ko'rib borasiz. Подписывайтесь.